O'zbekistonni Shvetsariyasi deb atalgan Xonobod shahrida chiroyli dachalarni sotamiz. 10 ta kottej sizlarni kutyapti. Qani tanishib chiqamiz. Kottejimizni ichki tuzilmasini, shart-sharoitlarini barchasini ko'rib chiqamiz. Qani ketdik. 32 dyumli derazalarimiz ilib qo'yilgan ekan. Spanli yotoqxonalari hammasi joyida ekan. Ajoyib atmosferani pardamizdan ko'rib bir qator maza qilishimiz ham mumkin. Bolalaringiz uchun ajoyib shinam, osoyishta xonalar mujassam. Qadrli mehmonlaringiz uchun keng va yorug' xona, shinam xonalar tayyor. Dachamiz Ozarbayjon investorlari bilan hamkorlikda mustahkam materiallardan qurib bitkazilgan. Hatto mevalari ham bor ekan, qarang. Bismillah. Toza atmosferada, toza havoda oilang bilan maza qilib dam olganga nima yetsin, ha? Bunaqa havoda, bunaqa sharoitda maza qilib yashaganga nima yetsin? Qarang, asfaltlar bosilgan, suvlar chiqadi, svet o'chmaydi, hamma sharoitlar joyida. Dachalarimizning joylari 4-5 sotidan iborat. Xohlovchilar uchun yonlarida yana qo'shimcha landshaft, so'rilar uchun joylar tayyor. Dachalarimizda barcha kommunal xizmatlari tashkil qilingan. Suv, elektr, yo'l, asfalt qilingan, barcha sharoitlar bor. Dachalarimiz endi asosiy joyga keldi. Xo'p, sotiga 4-5 sotidan iborat. Bunday dachalarimizdan 10 ta mujassam, gasindan ro'yxatdan o'tgan barcha davlat hujjatlari, kadastr hujjatlari barchalari qilingan. Qarang, asfaltlarni to'shab, asfaltni to'shashdan oldin